bo'lsa. Alaykum assalom. Nimaga aka? Shu ozgina boshimga muammo kelib qoldi, o'shanga ozgina puldan qarashib tursangiz. Xo'p, necha pul? Masalan, Shu 1 million, 1,5 million. 1,5 million. Bo'ldi, 1,5 million berib turaman. Necha kunga? Bir 5-6 kunda qilib beraman. 5-6 kunda barib qilib bermasligingni o'zing ham bilasan. Shuning uchun bizga 15 kunga berib turaman. 15 kunda qaytarishingga ishonib, labsiz. Yo'q aka, labz, men shu ro'zovoyi aniq qaytaraman, javob. Aniqmi? Men senga ishonib, masalan, men 1,5 million men berib turibman. Menga o'zimga zarar. Men ham Allohdan qo'rqaman aka, u yerdan oxiratga ketib qolishi mumkin. Bo'ldi, 1,5 million men senga to'g'rilab beraman. Hozir. To'g'rilab bergan paytimda senga ishonib 15 kundan keyin so'rayman. Uka, nima bo'ldi deb qolgan paytim, uka, aka bo'lmay qoldi desang, o'zing kim? Xudo xolisa umrimda oxirigacha aka bo'lamiz nasib bo'lsa. Men erkakman, erkakcha labz qildik. Men senga so'ragan bo'ling. Men sen 15 kunda 15 kunda kutaman. Oxirigacha aka, umrimda oxirigacha aka deyman aka. Bo'ldi, ishondim sen. Alo. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? So'zlayapsizmi? Ha, ishlab qaradim aka. Aka, hozir bo'lmay qoldi-da, ozgina. Ya bo'ldi, akajon aka, bo'ldi. Men sizni akam deganman, akam. Akajonim bo'ldi, gap yo'q. Aha, 5 kunda qilib beraman nasib bo'lsa. Xo'p. Kutasan-da, kerak bo'lsa.